Yosho bitta bo'shashtiramiz. Voy yaxshi. Tirsakni o'chiramiz. Bu yoq tarafini ham zo'r o'rningizda turing. Bo'yingizga qo'lingizni qo'ying. Zamok. Yo'q, qo'limda barmoqlar zamok qilamiz. Yaxshi, tirsakni o'chiramiz, bo'sh qo'yamiz. Voy! Cho'chirib ketdi-yu, kepkani pastga o'tamiz. Yengillarsin tepalar? Ha. Og'riq qayerda bo'lyapti? Qaysi oyda bo'lyapti? 10 oy. 10 oyda bo'lyapti, to'g'rimi? Tak. Mana shu yerda og'riq bormi yo'qmi? Mana hozir. Mana joyda bor, to'g'rimi? U yoqqa jizillatyaptimi, jizillatyapti. Prosta o'zida. Mana shu joyingiz prosta qo'l teganda og'riqyapti, to'g'rimi? Tak. Mana bu joyda og'riq bor, to'g'rimi? Yo'q, og'riq mana shu son old tarafda bo'lyapti. old tarafdan. Nerv bilan. Pastdan yo'naldir paytda og'riqyapti. Yo'q, qanaqadir paytda. Atak bo'tida og'riq yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Bo'tida og'riq yo'q. Tepaga qarab. Tak. Og'riq mana bitta bo'lyapti o'shanda hozir. Ha, mana shu. Agar bu yerda og'riq bo'layotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan spazm bo'lib qo'ygan bo'lishi ham mumkin, suqurlar. Oyoqni ko'tarib harakatlanayotgan paytlarda og'riq beryaptimi? Yo'q. Sizda anaqa bor. Nima? Og'zimda qisil. Yo'q, qirsillash problema emas. Og'riq bo'lmasa, Og'riqlar mana shu. bo'shashtiramiz oyoqni. Hop, harakatlantiramiz. Og'riq bormi yo'qmi? Yo'q. Tak. Baştaç. Aferin. Yaxshi, birinchi kelganingiz yaxshi bo'pti, chim. Oldi ematik tushgan, chunki grijaga aloqasi yo'q o'xshaydi. Men ham shunaqa deb aniq qildim-da, chunki oldin ham grija bo'lgan demadim hozir ish. Bel bilan shu orqa taraf bilan og'riydi. Hozir emas, faqat old tarafda og'riq. Baştam. Alashdi. Bu yoq uchigacha boryaptimi? Yo'q, faqat pastdan. Qamalak qilamiz. Og'riq pasaydimi? Ha. Kamaydi bo'yni. Ha. Tepaga ko'tarilayotgan ozgina qiyinchilik bo'lyaptimi voy? Ha. Tepaga buloq deganda mana shu ushladi. Bu yerda ham bo'shashtiramiz. Hop, hurmat qilamiz. Kamaydi mancha. Endi qo'lim bilan yotamiz. Ягодичные места надо bo'shashtiramiz endi. Hozir bitta bola video qilib qo'yadi. Başta bor og'rig'i. Qotyapti, tikir-tikir qilyapti, muskullar. Yaxshi. Yodalab. Ben telefonda aytganingizda katta ehtimol bilan oyoqqa og'riq berayotgandan keyin shu kirishda bo'lsa kerak dedim. Hozir qasam problema boshqa joyda, old tarafda. Hop, qo'lni pastga tushiramiz.
Olasizmi? Ha. Bu yo'q qo'ying orqasida. Chiqaring nafas. Hop, yana bitta. Zo'r, yonboshingiz bilan tarafga. Yelka tashib. Voy. Cho'chvading. Bu yoq tarafga. Yelka tashib. Bo'shashtiramiz. Voy. Tebrik hayoti. Shu qaytarsizlar qol. Qanaqa bo'ldi? Og'riqmi, ovoz yo'qmi? Yo'q. Ketdi уже. Ha. Bo'shashtiramiz. Bo'shashtiramiz. Nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Ko'taramiz bosh. Sizlar yaxshi geograf chiqmasa ekan. O'tirib oling. Yaxshi. Bo'shashtiramiz. Tanaffus bo'sh qo'ysa bo'ladi. Nafas olamiz, chiqaramiz. Qoni zo'r kesibdi lekin aka. Bitta Shuhrat akamning xizmatlari juda ko'p deydi. Bir narsani keldi. Habiga. Habiga. Yaxshi, qani.